Assalomu alaykum. Mana bugun bizga Betesdan telefon jo'natib yuborishibdi. Qayerdan ekan? Andijondan ekan, Bahramjondan ekan. Okey, mana bizga yuboribdilar Maxim Gorkiy fillarimizga. Hop. Betesdan endi ochib tekshirib olinglar deganiga. Google Pixel 6. Orqasidan ochib o'tirmanglar. Ustalarga tegishli. Oldidan ochib, shuni almashtirib olsa bo'ladi mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Men o'zim ham bilmasdim. Prosta oldin ochib ko'rdim deb birinchi keyin qarasam, orqadan ochish shart emas ekan. Mana boltlari ham har xil deyman buni. Mana Google Pixel 6 yangi ekani. Mana tekshirdik, ishladi. Mana eskisi o'zi. Mana singan, turgandek. Kelasi original. Hech qanaqa farqi yo'q. Etib qo'ying. Mana shunaqa lopatkada shleyfini bitta ko'tardim-da. Bundoq qilib ko'tardim. Mana shundan diod uchib qoldi. Bitta. Telefondan ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman. Mana shundan, mana sim tortib qo'yganman. Mana o'sha diod o'naq qoldi. Bular Google Pixel yomon opasniyda. Keyin o'sha diodiga sim tortib, ekran polni ko'rsatadigan qilib qo'ydingda. Shu joylarga ham ehtiyot bo'lasizlar. Men boyaman boltini yechuvdim-da, Google Pixel bilan tiliga boltini. Akasi hech qanaqa bir nimasi yo'q ekan. O'zimcha men buni olaman deb yetsam, hozir yaxshilab qarasam, prostaki yechib qo'ygan ekanman. Yechib qo'yib qo'ymadim, endi joyga qo'yib qo'yamiz. Nimaga yechildi, endi nimaga qo'yib qo'yildi endi. Kireylar surib qo'ydik. Hozir endi olib boramiz. Hop. Tayyor bo'ldi. 80-87 tilam. Google Pixel 6. Google Pixel 6 ga birovni bilan qo'yamiz. Kimnasidan? Chetlari ozgincha. Bunda plyonkamuz ham tayyor bo'ldi. Tak zo'r tushdi. Chotki. Google Pixel 6. Va nihoyat Google Pixel qilib berdik. Endi qaytib shuni Betesdan chiqarib yuboramiz.